Buyuk sahobiy Hazrati Abu Hurayra radhiyallohu anhu Rasuli akram alayhissalatu vassalomga savol berdilar. Ey Allohning rasuli, qiyomat kunida sizning shafoatingiz ila eng saodatmand bo'ladigan banda kim? Qiyomat kunida Rasuli akram alayhissalatu vassalomning shafoatlariga erishganlarning ichida ham eng saodatlisi, eng baxtiyori, eng ulug'i kim? Rasuli akram alayhissalatu vassalom aytdilarki, "Men bilib turdim, Abu Hurayra. Mana shu hadisni sendan boshqa avval birov so'ramasligini bilib turdim. Chunki sen hadisga nihoyatda qiziqqan odamsan. O'zim o'ylab turdim, sen so'rasan kerak deb, sendan oldin birov so'ramasa kerak buni deb. Bilib qo'y. Qiyomat kuni meni shafoatimga erishganlarning ichida eng saodatmani ixlos bilan la ilaha illallohni qalbdan chiqarib aytgan ummatimdir" dedilar. Ana ixlos qay darajadagi buyuk narsa ekan.